Qilgan ishlaringizni chiroyli qilib taqdim qilishni o'rganish kerak. Eng qo'rqinch narsa shu, yo'q menga emas ekan deb to'xtatib qo'yish bo'lgan mana shu payt. 40 dan oshib o'rganyapman odamgarchilikni. Sizlar vaqtliroq boshlaylar demoqchiman. Bizda ishlayotgan dasturchilar Git'da o'qib kelishgan. Git'ga borib, o'sha yerdan ta'lim olib kelsa, mobil dasturchi bo'lib ishlash ehtimoli yuqori deb maslahat berishgan. Shu bilan Git'ga kelganman. Qani sen Git'ga kelishdan oldin mo'yloving bormidi, yo'qmi? Mo'ylovim Git'da o'sdi. Men bor. Ya, demak o'sish bor. Shuncha harakat qildi. Ota-onasiga ham rahmat. Qayta imkoniyat berdi. Bu dasturlashdan ko'ra men gaplashib qo'yiladi. Grant e'lon qilinganda asosan o'zi grant yutaman deb kelgandim. Mana shu kompaniyani ishlash tizimiga moslashib, gaplariga kirib ishlatiling. Keyinchalik bemalol o'zingizning fikrlaringni ham o'tda muhim ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lib chiqarasizlar. Tayinga shayin uydan pul kelib turibdi, yeb ichib yotdi-da bu o'g'il bola. Tashlab ketmoqchi bo'lganlaringizni ayting endi. Ota-onamga, ustozlarimga kattakon rahmat aytaman menga ishonch bildirishganiga. Qizinggachi? Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. 3 kungacha bo'lajak dasturchilar deb gaplashardik. Tabriklaymiz yana. Nechanchi guruh bu? 11-chi guruh. 11-chi guruhni muvaffaqiyatli tugatishdi. Ancha qiyinchiliklar bo'ldi, o'zlaring bilasizlar. Oson bo'lmadi, lekin eng muvaffaqiyatli tarafi sizlarda hozir 3 tacha yigitimiz hali ish ba'zi bittasi stajirovkada, endi o'zlari aytib beradi, qolganlar ish qidirib turgan ikkitasi bor, qolganlar ishga joylashgan. Bu zo'r natija. Eng asosiysi muammo u emas. Odamlar mana sun'iy intellekt chiqib, 1000 marta takrorlaganmiz, yana bir marta sun'iy intellekt chiqib, bu dasturchi kerak emas. Dasturchining ishini sun'iy intellekt olib qo'yadi degan xayol bilan yurganda, sizlar mana shu sohada turib qolganlaringiz katta yutuqlaring bor. Yaqin 5 yil ichida sizlar ustozlarning 10 yilda chiqqan darajaga maoshga sizlar 5 yilda chiqasiz, balki 3 yilda chiqadiganlar ham bo'ladi. Chunki bozorda bu narsani o'rganadiganning o'zi kam. Shuning uchun mana shunda yaxshiroq harakat qilish kerak bo'ladi. O'zlarining ustidan doim ishlash kerak, harakat qilish kerak. Eng nodir kadrlarga, kasb egalariga aylanasizlar. 2030-yilga borib, uzoq. Bu degani hamma shunaqa bo'ladi degani emas. Kim o'zini ustida ishlasa, doim harakat qilsa, mana shu narsani sizlar tushundilaring, mana ish boshladilaring. Qolgan yaqinlaringizga ham o'sha narsani tushuntirish kerak o'z odat. Chunki odatda bu yerda o'qib turganlarning hammasini yaqini bor-da, dasturchi yo akasi bor, yo bir yaqini bor, sen o'qi, boshqa narsa chalg'ima degan. Boshqalar har qanday yo'lini topa olmayapti. Xo'p, asosiy aytmoqchi bo'lganlarim shu, o'zi umuman korxonada u keyingi qadamga o'tishlik uchun sizlar nima deydi? Dastlabki 1 yilda faqat mana shu kasblaringiz doirasida o'rganasizlar. Tinmasdan. Real tajriba bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin keyingi qadamga o'tishlikda asosan jamoada ishlash, soft skilllarni ham rivojlantirish kerak bo'ladi. Odamgarchilik deb kelishdek yo'q sizlar bilan. Soft skill, hard skill, soft skill bu odamgarchilikni rivojlantirish kerak bo'ladi. O'sha ko'proq nima bo'ladi? Maqsadga erishtiradi. Hozircha shu bilan nima qilaylik? Keyin orada kelib qolsa, yana sizlarga aytishimiz, tushuntirishlikka harakat qilishligimiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi muloqotni o'rganish kerak. Shu aytganimiz yana bir marta takrorlaymiz. Mana sizlar o'z fikrlaringizni bundan buyog'ida, misol uchun biznes egasi bilan yoki projekt menejer bilan yoki rahbar bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Meni xatolarimni takrorlamang. Men o'zimni ham aqlli deb o'ylagan. Direktorga xatosini basharasiga aytardim. Bu narsa deb gapirsa, bu noto'g'ridir deb. Misol uchun mana bunaqa deb zadani beradi-da. Men korxonaga olib kelgan, sen bizga shunaqa programma tuzib ber, bizning korxona gullab yashlab ketsin. Bu postanovka zadacha. Mana shu TZ sanga, tushundingmi? Shunaqa programma tuz, bizning biznes gullab yashlab ketsin. Men shunday qarab turib direktorga aytganman, yer yuzida hech kim bunaqa zadacha qo'ymaydi. Noto'g'ri bu deganman-da. Shunda men direktorni majlislarda nima xato bo'lsa, prямо turib xato bu deb aytaverardim. Boshqalar. Va o'zimni aqlli deb o'ylardim. Afsuski unaqa emas ekan. Ya'ni to'g'ri, har to'g'riga har joyda aytilavermaydi yoki qanaqa qilib aytishni bilish kerak ekan. Tushunarlimi? Xato bo'lsa ham to'g'ri foizi bor-da. Misol uchun 100% xato emas-da. 50% bu mumkinmi? Xato bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar, ya'ni muloqotni ham o'rganish kerak.
qilgan ishlaringizni chiroyli qilib taqdim qilishni o'rganish kerak. Men doim aytadim, o'sha ishlab yurgan ishxonamda yana Nodirbek degan Yuseldan sotuv direktori kelgan bizga ishga, boshqaruvga. U ham 80 kg men bilan teng. Men prямо xato bu deb aytadi, unaqa demasdi. Umuman xato narsa bo'lsa shunda qarab turib. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak deydi. Sizni tushunaman deydi yo boshqa deydi. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak. Chiroyli qilib boshqa joyga olib ketadi, konfliktga bormaydigan qilib, kimdir xato gapirayotgan bo'lsa men og'ziga urardim-da. Noto'g'ri bu. Bunaqa emas. Xato bo'lsa gapirishga qo'yib berishga. Mana shu odamlar bilan muloqot qilishdirganda, odamgarchilik gapni qisqasi. Men 40 dan oshib o'rganyapman odamgarchilikni. Sizlar vaqtliroq boshlanglar demoqchiman. Soft skillni. Keyin qilgan ishni bir chiroyli qilib taqdim qilishni o'rganish kerak. Sizlar haqiqatda zo'r programma qilishlaring mumkin, lekin uni qiymatini ko'rsatib bera olmasangda foydasi yo'q. Endi aksariyat holatlarda sizlarda nima deydi? Berilgan tizi bilan ishlaysizlar. Bu keyingi bir 3 yil, 5 yillikda sizlardan kutilayotgan narsalar haqida gaplashyapmiz. Chunki men hozir aytayotgan narsa to'g'ridan-to'g'ri ertaga sizlarda bo'lmasligi mumkin. Chunki sizlarga aniq zadacha berib shuni qabul qilishligi mumkin. Lavozim o'sgan sayin bu narsa talab qilinishligi boshlanishligi mumkin bo'ladi. Estafeta tayoqchasini pam 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 pam. Tak. Ha, bu nima deydi? Rapni Sarvar chiroyliroq aytadi. O'tirib gapiring. Men ham o'tirib olaman dedi. Sen misol uchun o'zingni qisqacha tanishtirib, bu yerga qaysi ko'rgiliklar bilan kelib qolding? O'shalarni bir qisqacha aytib, kimga rahmat deysan, yig'laganlaring, ehtirosli joylarini. Xo'p. Men shu 2025-yilda may oyida Bootcamp 11da o'qishni boshlaganman. Birinchi biz Foundation o'qidik, keyin Android bo'yicha kursimiz boshlandi, 6 oylik, keyin 1 oylik Flutter kursini o'qidik. Xo'p, bu kurs boshlanishi o'zi bu kursni eslaganda eng esda qolarli narsalar qiyin joylari esda qoladi. Yaxshi xotiralar bilan eng qiyin joylari esimda qolgan meni. Masalan, eng asosiy joyi biz loyihamizni Shehzod ustozga topshirganimiz bo'lgan. Hali oxirigacha yetmagan bo'lsa ham shu qaysidir funksiyalari ishlagani, ustoz bilan maqtaganlari shu eng esda qolgan joylarimiz bo'lgan. Shu maqtosh eshitganmisan sen shu tarixini? Endi loyiha qilish davomida eshitganmiz. Ha, qilishdan oldin, ha. Qilishdan oldin oxirigacha. Keyin bu kursning eng zo'r tarafi, meni o'ylashimcha eng zo'r tarafi birinchi Android o'tilganda chuqur tushunib yetiladi. O'zi telefon qanaqa ishlaydi, tagida qanaqa narsalar yotgan bo'ladi. Keyin ustiga Flutter o'rganilgandan keyin Flutterni ham men hayron qolganman, qanaqa bir oyda tez o'rgansa bo'ladi deb o'ylaganman. Lekin Flutter o'rganish bizda oson bo'lgan, chunki biz oldin Android o'qiganimiz uchun. Hozir men shu Flutter bo'yicha Active Express kompaniyasida ishlayman Flutterchi bo'lib. Ha, yaxshi. Lekin men bu yerda hozir qarsak chaladigan joyni hamma maqtanaveradi-da, Sarvar. Men o'zim bilaman, haydab boraman deb nechta marta direktor xonasiga chaqirganimda. O'sha joylarini aytdi, qiyinchilik joylari nima bo'ldi? Kimlar o'rtaga tushib seni bu yerda saqlab qoldi, haydalib ketishingdan. Ularni ham aytaver-da. Bizda haftalik, oylik imtihonlar bo'ladi. Android kursini boshlardik, 2-oydan 3-oyda rosa qiyin bo'lgan. Men imtihondan o'tishim, nima uchun? Sabablarni keltirdi. Imtihondan o'ta olmaganman. Sabab nima bo'lgan? Sabab o'zim yaxshi o'zlashtirmaganman mavzularni. Birinchidan Android oyini boshi bo'lgan, uncha tushunmaganman nima bo'lib turganiga. Androidni boshida birinchi, 2-oylarda rosa qiyin bo'lgan o'tishimiz. Keyin shunda shu rahbariyatga tushuntirib, va'da berib yaxshi o'qiymiz. Yo'q, bo'ladi. Men yolg'on gap gapirma, bo'ladigan gapni gapiramiz. Men bu yerda hozir kameraga tushuntirib, bu bir narsani aytib o'taman. Men Sarvar Dushamov, ha? Qo'zboyevman. Bu Sardor Dushamovda jiyani bo'ladi. Bu yerda o'qidi. Misol uchun ularni ham aytdi, ya'ni konfliktda bo'lyapti. Homiylik qilib yordam berdi dastlabki qismlarda. Ha? Sardor Dushamov o'zi ukasiga yordam qildi, lekin shartlari bor edi. Yaxshi o'zlashtirsa, u doim so'raydi, Qudrat aka, qalay? Sardor aytayapti-da, Sardor, bunaqa sharoit bo'lmagan bizda. Menda ham bo'lgan emas, Sardorning o'zida ham bo'lmagan, boshqalarda ham bo'lgan emas. Sizlar ustozlaringda bunaqa, ya'ni sizlarga yaratib bergan, xususan Sarvarga yaratib bergan imkoniyat bo'lgan emas-da.
o'qishligi uchun har tomonlama. Shuning uchun lekin o'zlashtirish qanaqa? Eplab ketib bo'ladimi, yo'qmi? Har oy muhokama bo'ladi. Endi 1-2 marta ketma-ket past ball olib qoldi, boshqa bo'ldi. Bilmadim o'sha paytlarda o'zi qanaqa tushkunlikka tushdi, nima sabab bo'ldi bilmayman. Universitet xalaqit berdimi yo sevgan qizimi bilmayman. No, keyin o'ziga kelib ketdi. O'sha aniq muammo nimada bo'lgandi? Haqiqatni aytaver, endi orqada qoldi, tarixga aylandi. Boshida o'zi boshida rosa qo'rqqanman, haydab yuborishadiman deb. Chunki juda yaqin qo'ygan, oxirida 2-3 o'rinda yurgan paytlarim ham bo'lgan. Reyting qilinardi, haftalik, oylik 2-3 haydalishga 2-3 marta yaqin qolgan meniki. Shunday va'dalar berib, keyin o'zim ham ko'p kod yozib, vaqtimda bolalar bilan endi musobaqaga o'xshash nimadir qilardik. Ko'p kod yozish, proyekt tezroq. Keyin o'qishim oxirlariga qarab sal yaxshilangan. O'zi umuman nima deb haqiqatda o'zing ko'ngling sovib tashlab ketsammi deb o'ylanganmi, ikkilanibmi yo haqiqatda ketishni afzal deb bilgan holatlaring bo'lganmi? Men lekin gitadan ketaman degan fikr men kallamga kelmaganman. Agar kursda haydasam, keyingi kursda o'qiyman yo nima qilib bo'lsa ham qolaman kursda deb o'ylaganman. Hazillashma. Shunaqa fikr ketaman deb o'ylamaganman. Keyin eng qo'rqinchli narsa shu, yo menga emas ekan deb to'xtatib qo'yish bo'lganman shu payt. Hozir qanaqa proyekt qilyapsan? Shu haqida qisqacha bir aytib ber. Hozirgi proyektimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka qiladigan logistika kompaniyasi uchun programma, ya'ni mijozlar va kuryerlar o'rtasida ishlatiladigan programma hozir. Yaxshi. Xo'p, kimgadir ota-onangga deb maqtanib qo'yadigan joying yo'qmi? Kameraga qarab deydi-yu, maxsus. Nima deydi, ana tug'ilgan kunda tabrik deydilar-ku, bunaqa qilib. Ehtiroslar, ko'zda yoshlar bilan bir gapirib, tizirga qo'yib beraylik. Rahmat sizlarga, yomon qilaman hali deb. Gita dasturchilar akademiyasi rahbariyatiga, xususan ustozlarimizga katta rahmat aytaman. Bizani shu paytgacha bilim berib, poddershka qilib, tushunmagan joyimizda darsdan tashqari savollarimizga ham javob berishgan, karyera bo'yicha va boshqa savollarimizga javob berib, rivojlanishimizga hissa qo'shgan ustozlarga katta rahmat aytaman. Xususan ota-onamga, yaqinlarimga, amakimdan Sardor Dushamovga menga ishonch bildirgani uchun, moliyaviy poddershka qilgani uchun katta rahmat aytaman. Va keyingi o'qiydigan o'quvchilarga ham maslahatim, qanaqa vaziyat bo'lsa ham qo'rqmasdan harakat qilaverish kerak. Men kallaga olib kelmaslik kerak. Men to'xtataman, bu narsa menga emas ekan deb qo'ldan nima kelsa maksimal harakat qilish kerak. Rahmat. O'zi sen aslida bu yo'nalish noto'g'ri tanlagansan. Bir diktormi, aktyormi bo'lsang, zo'r nima chiqqan bo'lardi. Bu dasturlashdan ko'ra men gaplashishni qo'llatadi. Rahmat. Aniq. Estafeta tayoqchasi bu xizmat ko'rsatgan deydi-yu. Egamberdi o'zing tanishtirib. Assalomu alaykum. Ismim Egamberdi. Bootcamp 11 kursini tugatdim. Muvaffaqiyatli tugatding. Axiyran. Bu bootcamp tarixida o'ylashim bo'yicha eng ko'p guruhda o'qigan talaba bo'lib tugatdim. Men shu yerda nima beri Egamberdi haqiqatda 4-papitka. Bu qaranglar, bir qarashda aslida bu nima deb qaraladi? Bu kamchilik deb qaraydi shu mumkin kimdir. Lekin aslida kamchilik emas, bu aynan yutuq. Aslida mana shu yerda o'tirganlarning ichida men Egamberdini bir qahramon deb ko'rsatgan bo'ladi. Chunki oxirga yetib kelayotganlar kelyapti, lekin oxirga yetib kelgandan ko'ra yarim yo'lda tashab ketadiganlar ko'p-da. Oxirgacha yetib kelgandan ko'ra tashab ketadiganlar ko'p. Egamberdining holatida ustozlar bilan doim muhokama qilamiz. Qanaqa bo'ladi? Bu eplaydimi? O'z kalla qabul qilyaptimi dasturlashni? Dasturchi chiqadimi bu boladan yo'qmi degan masalani har imtihondan keyin ustozlar bilan muhokama bo'ladi. O'sha paytda aytishardi, yo'q, Egamberdi yaxshi. Mehnat qiladi, tushunadi. Faqat nima deb bizda o'quv programmamiz hajmi kattaligidan, tez o'qitishligidan sal yig'ilib qoladi, orqada qoladi. Misol uchun 1-2 oylik o'zlashtirishdan keyin imtihonni o'tolmagandan keyin guruhda qoladi, keyingisida o'qiydi, lekin oxirigacha keldi. Mana bu ham endi 5 yildan keyin bu haqiqiy qahramon bo'ladi. O'sha zo'r aytgan, eng zo'r ko'zi
kadrga aylangan paytda aytadi, deydi, vaqt tashlab ketgansizlar, men qiynalsam ham 4 marta o'qidim, men endi 3-martadan keyin qaytib kelmasa kerak degandim, lekin qaytib kelganda rosa xursand bo'ldim. Oxiri shunaqa bo'lgan, nima bo'ladi-yu, bir kinolarda ko'rib turib balet qilasan-ku. Men 3-da aytganman. Bootcamp 3da o'qiyotgan payti o'zim ichimdan xohlaganman. Mana shu guruhda hech kim dasturchi bo'lmasa ham Egamberdi bo'lish kerak derdim, borib. Ichimdan aytardim. Shuncha harakat qildi. Ota-onasiga ham rahmat. Qayta imkoniyat berdi. O'zi ham harakat qilyapti. Endi biz ham bir narsani tushunda, na men, na ustozlar shundoq kallani ochib turib qo'yib bilmaymiz-da. Men xohlaganim bilan qila olmaymiz. Lekin mana o'zi mehnat qildi, boshqa bo'ldi. Oxiri nima deydi? Peshonada mana shuni dasturchini rizqini yeyish yozilgan ekan. Hozir men ishlayotgan joylaring haqida, boshqalar haqida bir shuni aytib bersang yaxshi bo'lar ekan. Ish joying haqida, keyin o'sha qiynalgan o'zingda qanaqa taassurotlar bo'lgan, uydagilarga qanaqa tushuntirib bilgansan? O'shalarni bir qisqacha aytib ber. Hozirda Active Express kompaniyasida Android dasturchi bo'lib ishlayapman. Yetkazib berish kompaniyalaridan farqi, ya'ni bir kunda yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha. Hozirda men bu kompaniyada kuryerlar uchun ilova Android ilova qilyapman. Yaxshi, mana shu yerda hozir bitta kriteriya aytaylik. Bu kimga? Mana bu suhbatlarimiz o'zi odatda keyingi bootcamp o'qiymi, o'qimaymi yoki bo'lmasa o'qib turib qiynalib yurganlar buni ko'rib voqelikni his qilsin deb. Sizlar o'zlaringizga esdalik, sizlardan keyingilar ham oladi. Mana mendan boshqalar ham qiynalib o'qigan degan narsa. Qiynalib bo'lsa o'qiyotganlar yana bir narsani bilinglar. Kriteriya bor, ishga olish kriteriyasi. Men bular ishga joylashgan joyda mendan so'rashadi. Qanaqa bola kerak? Bilimi kuchli bola kerak. Bu alohida kategoriya. Zo'r biladigan, zo'r ishlaydigan. Ikkinchi kategoriya ishonchli bola kerak. Ishonch birinchi o'rinda, bilimi ham undan keyin. Ya'ni baribir ketma-ketlik bor xohlasak. Ba'zi birovlar bor, zo'r, lekin ishonch yo'qda, libo payti parod qilishi mumkin. Yo'q, qanaqa ma'noda buni tushunadi gap qilib. Ishonchni hamma tushunadi. Shuning uchun aynan bular mana ikkalasi Sarvarga ham, Egamberdiga ishonganimiz uchun shaxsan tavsiya qilganmiz shu ikkalasini. Buni nima demoqchiman? Siz holatingizga qarang. Siz guruhda eng zo'ri bo'lmasligingiz mumkin. Lekin boshqa xususiyatingiz bordir. Siz balkim ishonchlidirsiz yoki tartiblidirsiz. Lekin oxirigacha borish kerak. Lekin haqiqatda dasturchi bo'la olish kerak. Asosiy qo'yilayotgan talab. Mana shu bilan ham siz hayotda o'z o'rningizni topib ketaverasiz. Xo'p, o'sha qiyinchiliklarga qisqacha bir to'xtal endi. Keyin ota-ona, uydagilar kurs davomida qiynalgan joyim, ya'ni bizga vazifalar berilardi. Vazifalarni men eng zo'r qilaman deb doim urinardim. Shuning uchun ham doim ko'p qolib ketardim vazifalarda. Bu vazifa ustozlarga topshirishga bo'lmasin, men eng zo'r qilishim kerak deb doim shunga harakat qilardim, lekin unga eng zo'r qilish uchun vazifaga vaqt yetarli bo'lmasdi. Vazifalar shunday yig'ilib qolardi. O'shaning uchun ko'p guruhlarda qiynalib qolganman. Uydagilar bilan qanaqa bo'lganman? Misol uchun ikkinchi marta o'qiganingga mayli shans berishdi. O'sha ikkinchini uchun hammasini bir qayta aytaymi? Qiziqda bu. Bu darajaga kelishimga endi eng katta sababchilar shu uydagilarim. Ya'ni kursdan yiqilsam ham doim padishkada bo'lishdi. Ya'ni sendan dasturchi chiqmaydi emas. Urinib ko'r mayli. Agar kim o'sha kimligini ham aytdi, umumiy biz oilamdagilar. Endi oilang ham bir katta bo'lsa kerak. Qayerdan eding? Surxondaryo. Surxondaryo seni oilangda hozir biz ham naslımizda. Chunki aynan kim aytavermas, so'zma-so'z dadam poddershka. Chunki men buni ota-onalar ham ko'radi, boshqa ham ko'radi. Kimdir akasi poddershka qiladi, kimdir do'sti, kimdir xonadoshi. Qanaqa bo'ldi o'sha holatlar? Asosan kurs bo'yicha otam bilan gaplashganman. Ya'ni otam bilan gaplashganimda nima bo'lyapti? Masalan, yiqildim desam, ha, yiqilibsan emas, nima qilib yiqilding? Ya'ni nima o'zingda nima holat bo'lyapti? Ya'ni qayta o'qishga xohishing bormi yo eplab ketishga ko'zing yetyaptimi? Doim aytganman, eplab ketishimga ko'zim yetyapti, lekin bu kursda menimcha qila olmayman. Lekin hozir emas. Aytardi, agar o'zingga ishonsang bo'ldi. Men seni doim padishka qilaman. Sen o'zingga ishonsang bo'ldi dedi. Qarama, 3-marta 3-guruhda ketganingda 4 ga yana qaytaman deb ketganmisan yo bo'ldi deb ketganmiding? To'g'risini ayt.
bo'ldi deb ketganman. Aha. Bir oycha endi kursdan yiqilgandan keyin qanaqadir emotsiyalar bilan ketganman-da, bo'ldi. Bosim bo'ladi-da, baribir tushkunlik bo'lib qoladi, ha. Dasturlash menga emas ekan. Mayli bir marta emas, 2 marta emas, 3 marta harakat qilib ko'rdim. O'xshamadi deb ketganman. Ketgandan keyin ozgina yurganman. Nima qilsam ekan? Bir oylardan keyin shu kurs ochilishi haqida eshitganman. Qani o'qib ko'raymikan. Kelganman-da oxirida. Qara, o'sha yerda baribir turtki bo'lgan joyi qanaqa? O'zi seni guruhdoshlaring xuddi mana shu yig'ilib, mana shu video qo'yilgandan keyin qaytib keldingda, o'sha joy holatlar bo'ldimi, yo'qmi? O'shaning ta'siri bo'ldimi? Ya'ni sen bilan birga o'tirgan nimalari yetib borgani, boshqasi, aynan shular bo'ldimi yoki nimadir ish qilaman desang yoqmadimi? Ko'chaga chiqib turib mol boqishmi, sug'orishmi? To'g'risini ayt. Ko'pincha shu menimcha videolar desam bo'ladi, ko'rdim, bitirishdi. Kurs davomida endi men bilan bir xil Saviyasi bir xil, ha? Shunaqa deb o'ylardim. Ko'pincha men bilan bir xil bo'lsa kerak, lekin ular tugatishdi. Nimaga men tugatmadim? Mana bu yerda men o'tirishim kerak edi. Shunaqa bo'lgan. Asosan yana bitta sabablari ustozlar deb o'ylayman-da. Masalan, 2 marta, 3 marta bo'lsa ham so'radimmi, aytishganda, masalan, sen 2 marta o'qiyapsan-ku, 3 marta o'qiyapsan-ku, men so'ragan narsamni aytishga mana shunday bo'ladi. Kursdan yiqilish paytimda ham aytishganda, masalan, bu kursdan haydalishing asosan Sherzod ustoz gapi bor edi. Kursdan haydalishing bo'ldi, sendan dasturchi chiqmaydi degani emas, faqat bu guruhda davom eta olmaysan. Shu gap qayta esimga kelardi. Qara, mana shu qiynalganingda eng ko'p poddeska qilgan qaysi ustozga haykal qurib berarding agar qo'lingdan kelsa? O'sha bitta ism ayt faqat menga. Bilaman, hozir hammasini aytmadi. Eng ko'p poddeska qilgan. Sherzod qarab turadi. Menimcha Shukrullo ustoz. Shukrullo ustoz, rahmat. Yo'q, endi u har kimga har xilda, shuning uchun. Ustoz bilan endi ko'pincha masalan kursdan haydalganimda ham dasturlash tomonidan emas, masalan, do'stona ko'pincha maslahat berardi menimcha. O'shaning uchun Shukrullo ustoz. Men endi dadangga ham bir maxsus kameraga qarab yomon qilaman deb rahmat aytib qo'yda, ko'rsin Surxondaryodagilar. Shu darajaga yetib kelishimga ota-onamga katta rahmat aytaman. Endi bemalol meni uylantirsanglar ham bo'ladi. Rahmat. Va shu bolaga bir qarsak chalinglar. Qani, sen ham qisqacha qiling. Martadan keyin Ha? o'qimoqchi bo'lganlar kam bo'lgan. Yo'q, faqat bitta menimcha. Bo'ldi, rekord yangilash shart emas o'rtoqlar. Shart emas. Biz rekordga o'ynamayapmiz. Assalomu alaykum, men ismim Mahmudjon. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridanman. Men dasturlashga o'zi yoshligimdan qiziqib, o'sha televizorlarda onam hacker shunaqalar ko'rib qiziqardim. Keyin harakat qildim. Shu yer o'zimga yaxshi internetlardan qidirdim, o'zimga yaxshi bilim beradigan joylar qidirganimda o'sha videolar orasida o'sha Gita akademiyasining reklamasi chiqib qoldi. Yoqdi-da, shu kelib bir ko'rib gaplashadiganimda kelib gaplashdim. Siz kelib suhbat qildingiz. O'shanda savol bergandingiz. Agar bu dasturlash o'xshamay qolsa ishing, tashlab ketadigan bo'lsang, keyin nima qilasan degan savol bergandingiz-da. Shu narsani haligacha o'ylayman. O'sha paytda dasturlashda yiqilaman deb hech o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Shu dasturlashni olib ketaman, shu bo'yicha non topib yeyman deb qolgan taraf o'ylab ko'rmagan ekanman. Keyin nima o'shanda gapingiz ta'sir qilib yaxshi o'yladim. O'tirib qolgansanmi? Shu bitta savol bersam bir bola o'tirib qolgandi. O'sha sanmi? Yo'q. Yo'q, u uyga borib o'ylaganman-da, keyin nimaga men yiqilishim kerak dasturlashda hamma o'rganib turganda deganman-da. Harakat qilaman deb keyin keldik, o'qidik, Sherzod ustoz, Mahmud ustoz, Shukrullo ustozlar bilan kelib bilim oldik. Rasali qiynalib, ba'da ham ishlash ham o'qish bo'lardi. Vazifalarga ulgurmay qolgan joylarimiz bo'lgan ustozlar Nima ish qilding? shu Toshkentda ofitsiantlik qilib restoranlarda yurardik. Bizda taqiqlangan-ku o'qiyotgan odam ishlashlik. Men endi uyimdan moliyaviy yordam olmasligim sababli
o'zim harakat qilib o'zim pulimga o'zim o'qiyman degan sababli harakat qilardim. Shu menga yetadiganini shu kvartiramga yeb ichishimga yetsa, kelib ketishimga yetsa bo'ldi. Hozir ham ofisant bo'lib ishlayapsanmi? Yo'q, hozirda yo'q, ofisantlikda bo'shaganman. Hozir ishga taklif qilishgan. Ertaga xudo xohlasa ishga borib gaplashishga harakat qilaman, kirishga. Ish qidiryapmiz shu o'zimiz sohamiz bo'yicha. Endi ofisantlik davri o'tdi, Xudoga shukr. Shu yerda ustozlarning yordami juda katta deb o'ylayman men. Chunki juda ko'p qiynalgan joylarim juda ko'p bo'lgan, lekin tashlab qo'yish degan narsa bo'lmagan. Qiynalyapmizmi? Ertaga buni ham mevasi bordir deb, rohat joyi bordir deb harakat qilib, intilib, kuniga masalan 2 soat yo 3 soat uxlab turib qolgan vaqt vazifa, o'qish ishlar bilan bo'lgan vaqtlarimiz ham bo'lganda. Endi o'sha o'qish davomida 1 marta, 2 marta bo'lganda, 2 soat uxlab, bu o'zingdan Elon Musk yasab olmaydi o'zi. To'g'risida vaqt kelsa, uni aytyapti. Men shunaqa boyib ketganda bor-da o'zi. Nimadir sabab bilan natija bo'lgandan keyin o'tirib olib hikoyat o'qiydi odamlarga yozib, men 2 soat uxlab, unaqa bo'lmaydi. Ustozing ham aytadi, men 7 soat ishda uxlab qolaman deydi. To'g'ri bo'ladigan 1 marta, 2 marta bo'lgandir. Sherzod so'kkanida. Shuning uchun aytaver, haqiqatda kamroq uxlardim. Kamroq 6 soatdir. 6 soatga yetib bormasdan ustoz, shu 6 soatga yetib bormasdan uyquga to'ymasdan harakat qilish kerak. Vazifalar guruhdan qolib ketishdan qo'rqib intilardik-da, oldinga harakat qilardik. Xudoga shukr, shu yerlargacha yetib keldik, mana bitirdik. Bizdan shu guruhda yetilgan nimalarni ko'rib, men bilan holga tushishni xohlamayman deb harakat qilardik-da, intilardik imkon qadar. Ustozlarga rahmat aytamiz avvalambor, bizga shunchalik vaqtlarni sarflab bizga dars berganlar uchun. Endi ota-onangga ham nima qilib qo'ydi, shuncha seni bu yoqqa yuborib, nima qilib qo'yibdi, ularga ham dil izhorlarini aytib qo'ysang. Sizlarga rahmat. Shu yerlargacha ishonib, harakat qilib, o'zlaring qo'yib qo'yganlaring uchun avvalambor. Ishonch birinchi o'rinda ishonch ekanda, ishonchsa hamma odam har narsani uddalaydi. Ishonganlaring uchun katta rahmat. O'quv markaziga yozilmoqchi bo'lganimda mobil dasturlash kursi yo'q ekan, lekin ular meni HR bilan gaplashtirishdi. Ya'ni shu bola mobil dasturlashni o'rganmoqchi ekan, qayerga borsin, nima qilsin deb gaplashganimizda Gitaga borsin deyishdi. Ya'ni bizda ishlayotgan ko'p dasturchilar Gitada o'qib kelishgan. Gitaga borib shu yerdan ta'lim olib kelsa mobil dasturchi bo'lib ishlash ehtimoli yuqori deb maslahat berishgan. Shu bilan Gitaga kelganman. Gitaga kelib foundation 3 oy o'qidim. Undan keyin shu bootcamp biri bitirdik. Hozir qayerdasan? Hozirgi kunda Voltage kompaniyasi, IT kompaniyasida flatterchi bo'lib amaliyot sifatida ishlayapman. Stajirovka. Bitta narsada Samandar. Senda ishonch kam edi-da, o'zingga ishonch yo'q edi. Boshida o'sha ishonchni kim berdi senga? Akangmidi, kim edi? U bilan nimalar maslahatlashdi? Endi bu o'quvchilar bilan maslahatlashamiz, ba'zi odamlarda bilim yetadi, yo'q, lekin ishonch kam bo'ladi. Chunki bunda ikkilanish bo'ldi-da. Bitta 2 marta orada kasal bo'lib qoldimi, birinchi marta o'qiyman deganingda sendagi o'ziga ishonch yo'q edi haqiqatda. Akasi bilan gaplashgandan keyin ish qilib ishonch paydo bo'ldi-da. Nima sabab bo'ldi senda o'zingga ishonch paydo bo'lishlikka? Xo'p, haqiqatdan menda Gitaga kelgan paytim biroz ishonch yo'q edi. Ya'ni bu kursni bitirib keta olamanmi degan bir. O'sha ishonch Gitaga yo'qmidi, o'zingga yo'qmidi? Ikkalasi hammadi. Yo'q, o'zimda. Gitaga bu masala bo'yicha gap so'z yo'q. O'zimda ishonch yo'q edi. Birinchi bootcamp 9 da o'qigandim. 1 oy yetmasdan sog'lig'imda biroz muammolar bo'lgani uchun ketib qolgandim o'qimasdan. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin yangi bootcamp 11 kursiga ochilishini eshitdim. Endi unga o'qimoqchi bo'ldim. Lekin o'sha o'qimoqchi bo'lib borgan paytim ozgina ishonch yo'q edi. Ya'ni kursni birinchi marta kelganimda ketib qolgandim. Bu yoqqa endi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu yoqdan ham ketib qolish mumkinmi? Imtihonlardan yiqilib qolishim mumkinmi degan xayollar juda ko'p o'tardi. Akam bilan maslahatlashgan paytim akam aytdilar, shuncha yo'l bosding, Gitaga kelding, foundation o'qiding, maktabdan bitirib universitetga kirmading, endi bo'ldi. Boshqa narsani xayolingdan chiqargandek, Gitada yaxshilab o'qib, shu kursni bitirgan deb menga maslahat berdilar. Ya'ni o'zimga ishonch orttirishdi. Shu bilan shu
motiv orqali yaxshilab o'qishga harakat qilib bitgan 11 bitirdik. Endi baribir diplom kerak emas deydi-yu, zavuchni hozir masofadan o'qib diplom olib qo'yish kerak-da. Mana nimani taniysizlar-ku, Azamxo'jani. Ishlab yurdi, dasturchi, universitetga ham kirdi. Hozir uyda kontraktni o'zi to'layapti, dadasiga janjal qildi. Menga universitetda imtihonni topshira olmasam, nimadir qilsa kerakmi menga shu deb o'zi janjal. Sen ham shunaqa qilsang bo'ladi. Olib qo'ysalaring, balkim ertaga частный sektorda, ya'ni xususiy biznesda ishlaganda diplom kerak bo'lib qoladi. Biror bir lavozimga qo'ymoqchi bo'lganida xolos. Misol uchun ertaga balkim IT direktor bo'larkan, boshqa bo'lib, baribir biznes egasi aytadi, "Mana shuni diplomi bo'lsa, meni biznesim boshqacha bo'lardi." Shuni savodi yo'qda deb o'ylaydi baribir. Xohlasang, xohlamasang. Rahmat. Sen agar shu akangga kimgadir nima bo'lsa, dil izhorlari, sevganingga bay-bay. Eng avvalo oila a'zolarimga, ota-onamga, akamlarga kattakon rahmat aytib qolaman. Ular har doim meni qo'llab-quvvatlab, shu kursni bitirishga har doim yordam berishgan va xususan Gita o'quv markazi ustozlariga kattakon rahmat. Shu darajada yetib kelishimizga ularning o'rni juda katta bo'lgan. Rahmat kattakon hammaga. Assalomu alaykum. Ismim Inomjon. Ta'sida o'qib yurgan paytlarimda shu dasturlash sohasida juda qiziqardim. Hali o'zimda shaxsiy notebook'im bo'lmaganligi sababli uyda akam tomonlaridan shu Gita'da o'qish, o'rganish tavsiya qilinganlarda Gitaga kelganman. Shu Gitaga kelib, keyin shaxsiy notebook olgandim. O'sha paytdagi notebookda klaviatura qayerda joylashtirilganligini ham bilmasdim. Juda boshida qiyinchilik bo'lgan. Ba'zida tashlab ketmoqchi ham bo'lganman, imtihonlardan past ballar juda ko'p olganman. Guruhdan yiqilib ketishim ham mumkin bo'lgan. Akam jarohatlari bilan ba'zida Qudrat ustoz bilan gaplashgan holatda guruhdan ketmasdan guruhda qolganman. O'qish juda qiyin bo'ladi. O'qishda juda katta mehnat qilinmasa, odam yiqilib ketish ehtimoli juda katta. Ayniqsa she'r ustoz darslarida ba'zida odam uxlab qoladi. Uxlab qolsa, shu uyga vasfa ham umuman qila bilmaydi. O'sha juda katta orqada qolib ketadi. Darslarda juda katta mehnat qilish kerak. Kamida 5-6 soat dars qilsa ham odam ulgurmas edi. Shu o'tmishda qoldi hammasi. Hammasi o'tmishda qoldi. Hozir qayerda ishlayapsanmi? Hozir mana bu xususiy Ninjas Group Farg'onada ochilgan ekan, shunda onlayn ishlab turibman. Oylik olasanmi? Ha? Sen erimading-ku menga. Qanday erimiz? Ro'zadan kiyindimsan. Ro'zadan kiyindingiz. Yaxshi. Dil izhorlaring bo'lsa? Dil izhorlari men uchun ishongan hammaga juda katta rahmat. Ota-onamga ayniqsa men uchun shuncha ishonib, shu kurslarga qo'yishganlarga, ta'minlaganlariga, Fozilbek Imomov akamga ham juda katta rahmat. Shu darajada bo'lishimga katta hissa qo'shganlar. Hammalarga rahmat aytamiz. Rahmat. Rahmat senga. Timur bobo. Assalomu alaykum. Ismim Timur. Navoiy viloyatidanman. Hozir Gita akademiyasining Bootcamp 11 guruhining bitiruvchisiman. Bu guruhga kelishim o'zi boshqa kasb yo'nalishida tayyorlanayotgandim. Boshqa davlatga ketish niyatim bor edi. Bu yerga ma'lum bir sabablar orqali ketolmaganim uchun IT sohasiga o'tdim. O'zi boshdan qiziqardim. Boshda boshqa o'quv markazi foundation o'qib, Java bo'yicha backend bo'yicha ketmoqchi edim. O'zim tayyorlanib, qaradim. O'zim tayyorlandim o'sha backend sohasi bo'yicha. Nima edi, normalniy bilim ola olmadim, yaxshi bilim ola olmadim ishga kirish darajasiga. Keyin o'sha vaqtlari boshqa yo'nalish tanlasam degan qidirib yurganda, shu Gita akademiya chiqib qoldi. Bu yerga grant e'lon qilingandi, asosan o'zi grant yutaman deb kelgandim. Qudrat ustozni xonasiga kirib suhbat bo'ldi. Aytgandek software skillim yaxshi emas edi. Grant yutolmadim. Keyin uydagilarga aytdim, shu grant yutolmadim. Kursda o'qisam bo'ladimi deb so'radim. Endi kurs puli kichkina summa emas. Uydagilar bilan maslahatlashib ruxsat berishdi. O'qishda boshladik. O'qish davomida men oson deb o'ylaganim to'g'risi. Lekin
o'rganish o'ta endi kimga oson, yaxshi mehnat qilganga, o'sha o'qiganga oson. O'qish davomida dangasalik qilganmiz, endi yuzakiroq qaradik. Guruh yopilib ketadigan vaqtlar ham bo'lib qoldi. Endi o'qishimiz unaqa zo'r bo'lmadi, lekin ustozlarni o'sha yordami bilan, Qidir ustoz yordami bilan guruhimiz davom etib, o'sha o'qishni tugatdik. O'qish davomida qiynalishlar ko'p bo'ldi, bitta menda emas, hammada masalan. O'sha o'qish davomida guruhdoshlarimiz bilan kelishib, o'sha o'qishimizni o'zgartirish uchun ham ko'p ishlarni qilib ko'rdik. Qani sen gitaga kelishdan oldin mo'yloving bormidi, yo'qmi? Mo'ylovim gitada bo'lsa-da. Men bor. Ya, demak o'sish bor. Ha, o'sish bor. Hozir qayerdasan? Hozir Altay Labs kompaniyasining HRD o'sha proyektida ishlayman. Oylik olyapsan yo stajyormi? Endi stajyor yaqinda olib ketib o'taman. Yaxshi. Lekin nimada? Sen o'sha qanchalik qiynalgansan bilmadim yoki o'sha hayajondanmi, o'sha qo'rquv hali ham senda borda hozir gaplashing. Soft skill hali yaxshi emas. O'sha aytganimdek, o'sha ishga kirishda ham, boshqa masalan begona odam bilan gaplashishda ham software skill juda ham kerak. Masalan ishga kirishda o'zimda bo'ldi, masalan bilgan narsalarimni ham ayta olmadim, o'zimni ko'rsata olmadim bir ikkita joylarga, shuning uchun ishga kira olmadim. Boshida. Nechta joyga bording? Bu ham qiziqda. Nechta joyga borib ko'rding suhbatga? Ko'pincha onlayn suhbat bo'ldi. Onlayn suhbatlarda o'sha o'zimni yaxshi ko'rsata olmadim. Rus tilini bilmaganim uchun ko'p joylardan o'sha nechta joy? Soni bormi? Soni. Mana shu ham so'zga aniq cho'tki gapirish. 5-6 tacha joyda atkaza olding. Eshitdim, Jekni 33 joydan haydalgan. Endi birinchi ishga kirishda bu odamga qattiq ta'sir qilar ekan, chunki men shuncha o'qidim, ishga kira olmaymanmi deb o'zingizni nimangizni tushirib qo'yar ekansiz. Ishonchda. Umuman hozir necha oy bo'ldi ishlayotganing? 3 oy. 3 oy bo'ldi. Qara, masala o'qish qiyinroqmi, ishlash qiyinroqmi? Shu savolga javob ber. O'qish qiyinroq. O'qish qiyinroq, ha? Ishda endi o'rgandik, Xudoga shukr, eplayapmiz, lekin o'qishda bilmaganimiz uchun juda ham qiynalganmiz. O'sha narsani o'zimizni anglab, keyin o'zimiz ishlatib bilishimiz uchun uni yaxshi tushunishimiz kerak. Bu narsa mobil dasturlashda juda ham qiyin o'tdi barchamizga. O'qish davrida qiynalganimizda o'sha ustozlar bizga yordam berdi. Kursdan haydayotgan joyimizda ham oxirgi moment bo'ladi, masalan, yiqilayotganingizdan bir joy tutib qoladi. O'shanaqa vaziyatlar ko'p bo'ldi. Bunda o'sha Qidir ustoz, boshqa ustozlar bizga nima deydi? Ko'mak shans berdi desak ham bo'ladi, chunki bunaqa guruh bo'lmagan deb ko'p aytishgan. Qanaqadir bo'lmasin. Ustozlarga kattaroq rahmat aytamiz, shu darajaga yetishtirishga yordam berdi. Qidir ustoz sizga ham kattakon rahmat, Gita akademiyasiga, umumiy ishchilariga. Ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Eng avvalo menga ishonch bildirib, o'sha moliyaviy jihatdan, boshqa jihatlardan katta yordam berdi. Xudo xolasa endi ishonchini oqlab, bundan yaxshi narsalar ko'rsatamiz. Qarsak chalmasanglar boshlamayapti. Qarsak chalib boshlab olinglar. Assalomu alaykum. Ismim Ozodbek, Namanganlikman. Gitaga akalarimning tavsiyasi bilan, ustozimiz Marifjon akaning tavsiyasi bilan kelganman. Men ham ko'pchilik singari deya olaman. Ko'pgina guruhlarda o'qiganman. O'zimning mas'uliyatsizligim, o'zimga ishonchim yo'qligi uchun nechta guruhda o'qiding? 3 ta guruhda. Sen ham rekord qo'yib, sen ham salkam rekord qo'yibsan-ku. Boshida o'sha o'zimga ishonmaganman. Android imtihoni bo'lgan, imtihonga kela olmaganman, o'zimga ishonmaganim uchun o'ta olmayman baribir deb. Shu uchun guruhlarda qolib sen o'z xohishing bilan qolgan ekansan-da, normal to'g'risini aytaverdim. O'z xohishim bilan. Mayli, bilma, o'tib bilish bilmasligini ustoz hal qiladi. Vazifani bajarish kerak edi. Ya'ni ba'zilarini o'z xohishing bilan qoldirgan ekansan-da.
shunaqa bo'lgan. Xudoga shukr, mana bootcamp 11ni muvaffaqiyatli bitirdim. Hozir Gitada ishlayapman, support teacher. Ulug' nima qilyapti ukang? Ukam hozir hech qayerda o'qimayapti, endi o'qimoqchi ekan. U ham kallasi zo'r, dangasa o'sha qonda bor ekan. Sen Ma'ruf qanaqa senga maslahat beryapti? Qayerdan taniysan Ma'rufni? Bitta kvartirada turamiz-da. Ha, tushunganman. Boshda o'sha paytlar o'qish boshlaganingda. O'qish boshlagan paytda. Yaxshi. Uyda ota-onalarga haqiqatda u ham bir ularga ham nimasini aytib qo'ydi. Sen o'qish biror bir universitetda tugatdingmi, o'qiyapsanmi? 4-kursman, sirtqi, Tatoda o'qiyman. Sirtqi. Ota-onamga, ustozlarimga kattagan rahmat aytaman, menga ishonch bildirishganiga. Qizinggachi? Kerak emas bu. O'shanda uchta guruhda o'qidim. Ular bilishmaydi. Mayli. Mana yana bitta nimamiz bor bizning aktyorimiz. Assalomu alaykum, ismim Imronbek. Gitada bootcamp 11 bitiruvchiman. Gitaga kelishim tatu orqali bo'lgan, tatu insta orqali. Birinchi tatuga kelishganda, birinchi kurs paytim shaxmat bo'lganda, shaxmatni qilgandik Javada. To'g'risi tushunmasdan qilgandim, videolarni ko'rib, kodlarni tekst copy paste qilib, copy paste emas, ikkita monitor ochib olib, ikkiga bo'lib monitorni qarab yozardim. Shunday qilib yozib, o'shanda qatnashib, 80 ta masalani ko'pini ishlagandim. Hammasini emas, yarmini ishlagandim uyda o'zim. Shunday qilib Gitada bootcamp guruh borligini bilgandim, keyin bootcampga grant bo'layotganini bilgandim, grantga topshirgandim. Grantga topshirishdan oldin birinchi masala ishlagandik, 4-5 ta. Men ishlab bergandim. Javobini aytmagan to'g'risi nechta to'g'ri chiqqan bilmadim. 5 tadan 4 ta 5 ta chiqsa, o'sha ikkinchi bosqichga o'tilardi. Ikkinchi bosqichda intervyu bo'lganda, intervyuga kelgandim. Intervyu kuni insta sessiyam bor edi. Qanaqa edi? Matematika, oliy matematikdan edi. Undan yiqilgandim. Sessiyadan yiqilib kelgandim. Nasrina yo'q, soft skillamcha zo'r emas. Kelib o'tiribman, suhbat bo'lganda gaplashgandik. Shu grant yutaman kelgandim. Uni soft skill bo'lmagani uchun olmagandim, chunki kayfiyatim yo'q. Bir odam shukurlikka tushib kelganda insta birinchi kursma yiqilish og'ir ta'sir qilardi. Shunday qilib kelib grant yutolmagandim. Keyin kurs narxini aytishganda, xohlasangiz grant bo'lmasa to'lab o'qiysiz deyishganda, keyin o'qiyman degandim. Keyin 2-3 oy yurdim, yoki undan ko'proq yurdim. Admin telefon qilishdi, o'qiysizmi deb, o'qimadim. Keyin ikkinchi kurs payti dekabrlarda yana kelishdi Gitadan. 3 kun bo'ldi. O'sha seminarlar qilib berishdi 3 kun. Unda ustoz o'zlari master class qilishdi. Birinchi kuni sessiya keldilar. Shu Emerald Kitdan face detection qilgandik kameraga. O'sha yomon yoqqanini o'zimga qiziqib qolgandim. Qimirlaysiz, face detection to'g'ri yaqib yuradi. O'shunda ko'rib yana ham qiziqish ortib ketganda, keyin bilsam sovg'a bor ekan, bonus bor ekan. O'sha birinchi kuni bitta kursdoshimiz 50% grant qo'ygandi, lekin o'qimadi. Keyin men ham yutaman, men ham yutishim kerak grant 50% deb ikkinchi kuni ham qatnashgandim. Unda shukurlarga kelgandilar. O'shanda qatnashib, aktiv qatnashib 50% grant to'lagandim. Keyin 50% grant turibdi qo'limda, o'qiymanmi, o'qiymanmi degandim, uyga borgandim. Uyda bilan maslahatlashib ham bilan keyin o'qiydigan bo'lib o'qib, unda bootcamp 10 edi. Birinchi bootcamp 10 da o'qidim. Bootcamp 10 ba'zi bir sabablarga ko'ra yopilib ketdi. Keyin bootcamp 11 da o'qib, mana Xudoga shukr bitirib, ishga joylashib, hozir ishlayman. Asgard Team kompaniyasida, IT kompaniyada, outsource kompaniya. Ularni Smartcast degan startup proyekti bor. Shu ko'proq hozir shu Smartcastda ishlayman. Smartcast proyekt haqida aytsam, Smartcast TV'larda o'zingizni kontentingizni qo'yasiz, har xil rasm, video, reklama, xohlagan kontentingizni qo'yasiz Smartcastga. Smartcast orqali, ya'ni flash galereya orqali emas, faqat saytdan, telefondan, kompyuterdan boshqarasiz kontentlarni. Uni Android TV tomon bilan shug'ullanaman hozir. TV tomonda. Android TVga programma qilaman. Ya'ni Gitada o'qib faqat telefonga emas, televizorga, soatlarga, mashinalarga Android sistemasi qayerda bo'lsa, любойga qilsa bo'ladi. iOSda ham Flutter o'qib. Ota-onangga rahmatni og'iz ochamiz. Shu darajaga yetishimga, shu bitirib, ishga kirib, yetishimgacha kelgan bo'lgan vaqtda hammaga, ustozlarimga,
Shest aka, Marf aka, Shukurlar aka, Qudrat aka hammaga rahmat deyman. Ota-onam, dadam, buvim, xolam hamma o'qiyotgan paytda hamma oilaviy, hamma podдержкада bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat deyman. Sizlar bo'lmasanglar bu natijaga yetishmasdim. Hammaga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Men shu bootcamp 11 bitiruvchisiman. Hop, birinchi kursga qanday kelib qo'yamni gapirsam, hop, bu yerda men TATUda o'qiyman o'zi. O'sha TATUda o'qiyotganimda bitta kursdoshim menga maslahat bergan. Bu uni o'zi Najot ta'limda o'qirdi, lekin men shu Android applar qilishga qiziqaman degandan keyin menga shu Gita'da yaxshi ustozlar bor degandan keyin shu yerga kelganman. Hop. Gitaga birinchi 2 oy foundation o'rganganman. Foundation kursda Qudrat ustozi o'zi bizga o'rgatgan ko'p narsani. Keyin bootcampga kelish to'g'risi o'ylaganman birinchi eplab keta olmayman deb o'ylaganman. Keyin baribir og'ir kelganman. Kelganimdan keyin bootcampdagi birinchi oy va foundationda o'qigan 2 oyimda o'ylaganman. Tasvirlash o'zi shumi, ya'ni shunaqa zerikarlimi, matematikani shu kodiy variantini faqat deb o'ylaganman. Keyin birinchi appimiz yaratganimizdan keyin, ya'ni o'sha Puzzle 15 ni yaratganimizdan keyin yo'q, mana dasturlash shunaqa qizil taraflari bor ekan deb dasturlashga haqiqiy qiziqishim o'shandan boshlangan. Hop, endi bootcampni qiyin taraflari keladigan bo'lsa, men ko'proq o'sha 2 va 3 oylarda bootcampda qiynalganman, chunki birinchi oyda guruhda birlik bor edi. Ko'pincha qiynalayotgan odamlarga oldin o'qigan bolalar yordam berardi. Lekin 2-oyda shu narsa bo'linish bo'lib qolgan ozgina. Yaxshi o'qiydiganlar bilan sal bilmayotganlar orasida bo'linish bo'lib qolgan. Shunda sal qiyin bo'lgan. O'rganishim shunda sal qiyin bo'lgan. Keyin 2-3-oy shunday qiyin o'tgan, lekin keyingi oylarda yana jamoaviy ishlashni boshlaganimizdan keyin bu narsa yo'qolib ketgan. O'zi shu paytgacha 3-4 ta kursga borgan bo'lsam, ingliz tili, matematika, fizika, dasturlashda o'rgangan narsam bu jamoaviy bo'lib ishlamasa, dasturlashda qiyinligini o'rganganman. Qolgan kurslarga qaraganda dasturlashda bir bo'lib ishlash kerakligini tushunganman. Hop, shu fursatdan foydalanib, men ustozlarimga va ota-onamga, oila a'zolarimga va 2 ta akamga katta rahmat aytaman, chunki ular men ko'p podдержка qilgan, ular menga ko'p yordam bergan. Shu paytga yetib kelishimga katta hissa qo'shgan. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Avaz. Navoiy viloyatidanman. Bootcampga shu Gita dasturchilar akademiyasiga kelib qolish tariximni aytsam, o'zi o'qishga kirgan paytim universitetga birinchi kursligimda shu Qudrat ustoz universitetga borib seminar o'tib bergandilar. Shu payt keyin shu Gita haqida ma'lumot bergandilar. Keyin o'zim YouTube'ga kirib, shu Gita kanaliga kirib, shu Gitani bitirgan o'quvchilar, ishga kirgan o'quvchilar videosini ko'rib, o'sha payt o'zimga maqsad qo'ygandim. Mana shu Gita o'qib, bitirib ishga kiraman deb. Lekin o'sha payt uydagilar o'g'irligim tushishini xohlamagandim. Gitani puli ham ozgina oz summa emas. Keyinchalik o'qishdan shu work and travelga Germaniyaga bordim, ishladim, pul topdim. Keyin pul topganimdan keyin kelib kompyuter sotib oldim. Keyin birinchi Gita kursga yozildim, o'qishni boshladim. Shu bootcamp 11 guruhida o'qib, muvaffaqiyatli bitirib ishga kirdim. Hozirda shu Garant Bankda Android dasturchi bo'lib ishlayman.
bu muvaffaqiyat, bu ham men uchun bir muvaffaqiyat. Shunga erishish uchun menga yordam bergan ustozlarimga, har doim qo'llab-quvvatlab turgan ota-onamga rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Meni ismim Asadbek. Dasturlashga qiziqishim ko'pchilik qatori universitetga kirgandan so'ng boshlangan. Geta dasturchilar akademiyasi tomonidan o'tkazilgan seminarda faol qatnashib, shunda qiziqish uyg'ongan. Shu oradan vaqt o'tgandan so'ng o'zim qidirib keldim o'quv markazini. Yaqinlarim tavsiyasi bilan Bootcamp 11 kursiga yozildim. Mana muvaffaqiyatli bitirdik guruhdoshlarim bilan. O'qish davomida yaxshigina qiyinchiliklar bo'ldi. Tashlab ketmoqchi bo'lganlaringiz ayting endi. Tashlab ketish niyatim yo'q edi, to'g'risi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra shu baribir ham imtihonlardagi ballar, o'qish jarayonlari sal o'zimni, o'qituvchilarimni qoniqtirmagan. Harakat qildik, mana o'qib tugatdik. Shu kunlarga yetib kelishimizgacha shu sababchi bo'lgan avvalo ota-onamga va ta'lim bergan o'qituvchilarimga katta rahmat aytib qolaman. Asadbekda imtihon qilganman-ku. Asadbek bilan Egamberdi ham imtihon qildim. Bitta paytda men esimda yo'q. Egamberdi 4-marta o'qiyapti-da, natijasi dabdala chiqyapti imtihonlar. Imtihonda buni qizil zonaga, ya qizil zonada bo'ladi, ya sariqda bo'ladi, to'g'rimi? Yashilda bo'ladi shekilli. Bu bola dedim 4-marta o'qiyapti. Savol bormi desam, darslarda savol bermaydi. Masalan, hamma narsani tushunyapsizmi desam, hamma narsani tushunyapman deb savol bermaydi. Lekin uyga vazifasi yomon. Statistika qaraymiz-da, baribir uyga vazifa qilmagan, imtihonda past ball olgan. Bular yomon o'quvchi. Imtihonda keyin esimda qolganim Egamberdini va Asadbekni imtihonida. Masalan, men imtihonni guruh qilib olganman-da. 3-4 kishiga biz beryapman, savol beryapman. Savolda berayotgan javoblari ma'noli, o'qimishli bo'lgan javob bo'lyapti. Ya'ni bularga bular haqidagi mening fikrim eng yomon o'qiydi. Nima deysiz? Mana shu oydan o'tmasa kerak. Bu hozirgi imtihon bularga oxirgisida degan deb hisoblaganman. Masalan, Asadbek vaqt lol qoldirgan. Javoblari ham ajoyib berardi. Asadbek javob qanaqa? Bir yodlab olgandek o'qib berayotgan deydi. Xuddi o'qib berayotganda ochkisiga bir nima smart ochki taqib ketdim deb o'ylabman. Lekin nima qoldirgan, ya'ni javob berayotganda xotirasi kuchlimi, yodlab olarmiz javoblarni, qanaqa bu javob berardi. 4 kishidan savol so'rasam, masalan, Asadbekning javoblarida muhim bo'lgan kulchovoy joylarni aytib ketardi. Lekin darslarda masalan faol qatnashgan ko'rmaganman, imtihonlarda ko'rmaganman. Lekin og'zaki so'raganimda masalan o'sha kuni men o'qisa, dangasalik qilmasa, masalan o'zgarishiga Asadbekka ishonganman. Egamberdi degan xuddi shunaqa bo'lgan. Egamberdi ham imtihon qilsangiz, so'rasangiz javob beradi, lekin uyga vazifasi yomon. Endi sabablarini o'zlari aytdi, nima qilaman deb. Shunga o'xshagan holatlarni ko'rgandik. Bu yerda ham baribir o'sha nima deydi, yetkazib berish masalasi ham ko'p. Masalan, imtihonda haydalib ketganlar, ba'zilari yetkazib bera olmaganlar ham orqasidan ham kelib chiqar ekan. Asli Asadbek bu Madinani ukasida, kursdoshi. Keyinroq bilganman mana. Bu Madinani, buni opasi ham dasturchi. Navoiyda qiz bola zo'r, bilimi zo'r. Navoiydagi kon-metallurgiyami nima zavod bor? O'sha yerda ishlaydi. Undan oldin Mohinur degan shogirdim, o'zi qiz bola. Ular ham mana shu yerda o'rganib ketgan, oddiy bazdanlikdan kirgan, savol bergan, ishga olishda ham logikasi bo'lganligi uchun ikkalasi ham shu yerda ishlayapti hozir. Moslashib, agar adines bo'ladimi, kod yozadigan qismi, ya'ni SAPga o'tyapmiz deydimi, yo boshqa qiladi, moslashib yashab qolyapti. Ikkalasi ham qiz bola, kuchli. Madinadan Sherzod ham so'rab yurardi-da. Vaqtida. Nimani? Asadbekning masalasiga kelsak, haqiqatda u kallasi zo'r, o'zidan gasa-da. Hozir bu hali ishga kirmagani ham qo'g'it boxona. Uni opasi ham aytgan. Haydalib ketadimi deb mendan so'rab turardi. Men natijani ko'raman, Sherzod aytayapti. Haqiqatda Asadbekni maqtagan.
zo'r bilyapti, lekin natijasi yo'q. Natija nimaga yomon? Dangasaligidan-da. Kam dars qiladi, uxlaydi. Tayinga shayin uydan pul kelib turibdi, yeb ichib yotdi-da bu o'g'il bola. Hali uyg'ongani yo'q, mayli eplab tugatib oldi. Bilmadim endi hozir Madina nima bo'ldi deb so'rab turuvdi o'zi. Harakat qiladi xudo, lekin haqiqatda kallasi zo'r. Ustozlar shunaqa deyapti, to'g'risini aytsam, men hali paka shubham bor-ku. Lekin Madinani ukasi bo'lgan bo'lsa, demak kallasi zo'r bo'lishi kerak. O'sha nimasi bor. Lekin dangasaligi bor, shu dangasalikni yo'qotish kerak. Dangasalikni yo'qotsa, kutilgan natijalar bo'ladi. Rahmat. Masalan, kimlar endi nima deydi, o'sha ishdagi muvaffaqiyatiga qaraydigan bo'lsak, ba'zilar mana o'qishni bitirgandan keyin, ishga kirgandan keyin baribir o'zingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi, ozgina mehnat qilishingiz kerak bo'ladida, qanchadir vaqtdan keyin dasturchilarda masalan boshida kam bo'lishi mumkin, keyin oyliklaringiz yaxshi bo'ladi, masalan ko'pchilik komfortni zonaga tushadi, dangasa bo'lishni boshlaydi. Ya'ni bu bir xil tempga o'tib qoladi. Kuni bir xil o'tishni boshlaydi. Va bunga hozirgi paytda mana AI chiqdida, sun'iy intellekt chiqqandan keyin bu narsa yana nima deydi, komfortga tushib qolish tezligi oshib ketdi. Hozirgi paytda agar masalan ozgina salohiyati bor kadr kerak bo'lsa, seniorlar bilan bir xil kod yozyapti AI yordamida. Ya'ni bir xil zadachani kerak bo'lsa bir xil tezlikda tugatyapti. Bu bilan uje nima deydi? Avvallari nima qilinardi? Ko'proq mehnat qilinardi. O'qish kerak, topish kerak bo'lardi. Hozir esa shu to'g'ri prompt yozsangiz bo'ldi. Kerakli masalani AIga to'g'ri tushuntirib bersangiz, sizga u yechimni beryapti. Lekin buni bir minusi bor ekan. Ko'pchilikka mana shu minusni, ya'ni AIga ko'p bog'lanib qolib, mustaqil qaror berishi va keyinchalik bo'lgan raqobatlarda yutqizib qo'yish holatlari ko'p bo'lyapti. Ya'ni bitta tadqiqot o'tkazilgan ekan. Yaqinda o'qidim. 1 yil davomida ikkita komandaga bittasiga AI dan yozishni taqiqlab, ikkinchisiga AI bilan ishlashga to'liq, ya'ni ishlashga nima degan, talab qo'yilgan. Jurnalistika bo'yicha 1 yildan keyin ulardan ijodiy ish olingan. AI siz mustaqil ravishda. Shunda AI ishlatmagan komanda avvallari bir xil bo'lgan ikkala komanda, AI ishlatmagan komanda o'sha ijodiy ishlarni oxirigacha yoza olmagan va avvalgi natijalarga nisbatan umumiy holatda 70-80% yomon natija ko'rsatgan. Ya'ni AI bu odamni fikrlashini, ya'ni siz masalan har qanaqa muammoni u orqali hal qilishni boshlasangiz, sizda problem solving deymiz, muammoni hal qilish qobiliyati pasayib ketar ekan. O'zi IQ bu haligi IQ masalan jismoniy kuch ham shunaqa narsada, shug'ullanmay qo'ysangiz sekin-sekin sizni tark etishni boshlaydi. Nima ham aqliy mehnat ham, aqliy kuch ham shunaqa, sizda kreativlik qobiliyatingiz, shu kabi nimalaringiz sekin-sekin pasayib boradi. Shuning uchun maslahat, zamonaviy texnologiya AI ni ishlatmaslik kerak emas. Lekin fikrlash qobiliyatingizni maksimalni nima deydi, ko'p nima ishlatishga harakat qiling. Ishdan tashqari o'zingiz uchun maxsus bir challenge bo'lgan, o'zingizga bir qiyin bo'lgan, o'zingizga bir nima deydi, yangi qadam, yangi level bo'ladigan zadachani olib shu ustida ishlashga harakat qiling. Masalan, IT bizdan rivojlanganroq mamlakatlarda, bizdan ko'ra ertaroq boshlangan mamlakatlarda best practice deymiz, haligi tavsiyaviy yo'llari qanaqa desak, ular masalan men yoshlikda o'ylaganman-da, boshida IT o'rgangan paytda nima keragi bor dedim. Masalan, umrini sarflab yozgan kutubxonalar bor GitHubda. Biz masalan kurs davomida Voyager ishlatdik, Voyager va Dagger ishlatamiz. Shularni community shunchaki hech qanaqa manfaatsiz yozgan kutubxonalar hisoblanadi. Va u mamlakatlarda community'dagi kutubxonangiz qanchalik ko'p bo'lsa, u yerga community guruhlarga qo'shilib qanchalik ko'p ishlasangiz, bu sizning portfoliyongizni ham juda katta boyitadi. Masalan, Git ishlatamiz, bilamiz, Git terminalda Git ishlatamiz yoki Androidda yuklab ishlatamiz. Shuni ham open source shu loyiha. Uni pulli versiyalarga nisbatan Git ko'proq ommalashgan. G'arb mamlakatlarida va Amerikada o'sha open source'larni nima qo'llab-quvvatlash degan narsa bor. Ya'ni masalan, podдержка qilishadi. Tezroq yursin, rivojlansin dasturchilar o'zi. Va o'sha Gitni masalan contribute bo'lib ishlaydiganlar ham bor hozirgacha. Ya'ni o'z xohishi bilan o'sha pull request yaratasiz, requestingizni qabul qilishsa, sizni ham komandaga tipa qabul qilishadi. Shu yerda yordamlashib yurasiz. Shuni portfoliyongizga ko'rsatsangiz, masalan, o'sha qanaqadir kompaniyalarga qanaqadir etapdagi intervyulardan o'tgan hisoblanasiz.
xuddi shu kabi masalan aytaylik mana oxirgi marta sizlar bilan Gradle ga plugin yozishni ko'rdik. Kichkina bir misol qilib oldik. Shunga o'xshagan zadachalar olinglar, bitta kichkina muammoni olinglar, o'shuni ustida aynalib masalan boshlanishiga u siz qilayotgan mehnatingizni hech kimga kerak emasdir balki deb o'ylashingiz mumkin. Boyitib olib borib qaysidir etapga olib chiqing. Siz doimiy kreativ bo'lgan shu yechimlaringizda maksimalni ya'ni kreativlikni o'zingiz o'ylab topgan, AI emas, siz o'zingiz o'ylab topgan zadachangiz doim bo'lsin. Mana shu bilan nima deydi? O'zingiz salohiyat ushlab qolasiz. Hozir AI rivojlanyapti, masalan dasturchilarning umri qancha qoldi degan savol berilyapti. Bunga hamma har xil javob beryapti, lekin hech kim haqiqiy javob bilmaydi. Kelajakdagi voqeani hech kim bilmaydi. Dasturchilar qoladi deyapti, qolmaydi deyapti. Bu hali vaqt ko'rsatadi. Lekin kuchli injener bo'lsangiz, har qanaqa vaziyatda masalan yechim topadigan, hozir masalan sun'iy intellekt hamma narsani qilyapti deb aytilyapti, lekin o'shanga to'g'ri prompt beradigan aytaylik ko'chadan kimdir olib kelib yoki masalan universitet o'qiydiganlar bor, kursdoshlaringizga aytsangiz, AI orqali ham shu ishni qilib bera olmaydi. Buni qilish uchun unga mos bo'lgan o'sha nima deydi, salohiyat kerak bo'ladi baribir. Shu salohiyatlaringizni, fikrlashlaringizni doimiy oshirib borishga harakat qilinglar. Undan tashqari yana bitta statistika bor. Ustozimiz Qudrat aka ko'p aytardi. Bitta sohada ekspert bo'lish uchun 10,000 soat ishlash kerak edi. 10,000 soat ishlash kerak degan shunaqa qoida bor. Shuning uchun ishga kirdim, masalan ishga kirganlarda, ishga kirdim. Sinov muddati tugadi. Endi 9-6 gacha ishxonada ishlayotganlar biladi. Ishxonadagilar masalan 8 soat davomida aytaylik 3-4 soat kod yozadi yozsa. Siz unday qilmang. Siz ko'proq kod yozing. Kam yozsangiz ham o'sha oylik berish mumkin. Ko'p yozsangiz ham shuni berish mumkin. Lekin ko'p yozing. Siz bugungi kun va hozirda faqat hozirda o'ylamang. Qanchalik ko'p shug'ullansangiz, qanchalik ko'p ustingizda ishlasangiz, o'sha nima deydi, darajangiz, maqomingiz oshishni boshlaydi. Buni bu yil ko'rmassiz balki. Bugun ko'rmasiz, balki 1 yilda, balki 2 yilda keyin ko'rarsiz, lekin o'zini foydasini sezishni boshlaysiz. Shuning uchun bitta guruhni bitirgan, hamma deyarli bilimlar bir xil bo'lgan o'quvchilarni bir necha yildan keyin bittasi masalan senior bo'lib ketgan bo'ladi, bittasi endi middle bo'lgan bo'ladi. Farqlar shu darajada vaqt o'tishi bilan kattalashib ketadi. Shuning uchun nima o'sishni to'xtatmanglar. Biz guruhlarda yaxshi atmosfera hosil qilishga harakat qildik. Bizda oldingi bitirgan o'quvchilar ham bu narsani ko'p tasdiqlashgan. Balki bo'lar, balki bo'lmas. Masalan, hammani maqsadi o'qish, hammani maqsadi ko'proq o'sha o'zini ustida ishlash bo'lgan bunaqa atmosfera balki sizlarga kelajakda bo'lmas. Balki bo'lar. Buni ham qadri bor, sog'inib qolasizlar hali. Uxlamasdan kod yozishlarni gashti bo'ladi o'ziga yarasha. Hayotda hammalaringizga omad, ishga kirganlarga omad, kirmaganlarga qo'limizdan kelgancha yordam, podдержка qilamiz. Kirganlar ham, kirmaganlar podдержка qilinglar. O'zi xalqaro statistikada ishga kirish uchun 6 oygacha vaqt ketishi bu normal holat ekan. Masalan, intervyularga borasiz, mana bitta intervyuga bordingiz, yiqildingiz. Yiqilganingizda doimiy qiladigan ishingiz nimaga yiqilganingiz va nimani bilmaganingizni so'rab olishingiz kerak. Bo'lmasam sizni intervyuga borganingizda shunchaki vaqtingiz ketgani qoladi xolos. Ya'ni vaqtni val qilgan bo'lasiz o'ziga topshiribdi. Topshirdingizmi, u yerdan yiqildingizmi, bu aslida yaxshilik bu ham. Yiqilganingiz sabablaringizni olib keting. Va o'sha sabablaringiz ustida qayta ishlang. Bitta intervyudan keyin sabablar olib qayta ishlash ba'zan 1 oy, ba'zan 15 kun, ba'zan 2 vaqt oladi. Ba'zi kompaniyalar sizni portfoliyongizdagi loyihalangiz slab ekanini qaytarib yuboradi. Uni tiklash uchun ba'zan 2 oygacha vaqt oladi. 2 oydan keyin tiklab borasiz, yana ko'rishadi. Siz avvalgidan ko'ra yaxshiroq etapga kelasiz intervyuda. Lekin yana qaytarib yuborish mumkin. Yana ustingizda ishlaysiz. Bu normal holat. Kimdir bootcamp ichida ishlamagan bo'lsa, keyin baribir ishlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun tushkunlikka tushmaslik kerak. Birinchi ish topish har doim hammada qiyin bo'lgan. Kimdirlar omadli holatlarga tushib qolib, masalan, 20 haftadan keyin boradigan joyga sirasiz borib qolib, birinchi bitta kirib ketgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha o'zingiz kirishingiz kerak bo'lgan, sizni olmoqchi bo'lgan kompaniyaga kimdirlar bitta yetib boryapti, kimdirlar 20 ta 30 ta intervyudan отказ olib yetib boryapti. Отказ olish bu siz hali dasturchi emassiz degani emas, prosta ularga to'g'ri kelmadingiz.
ularga bilimingiz to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, xarakteringiz to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, dunyoqarashingiz to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, har xil bo'ladi. Ba'zi kompaniyalar kuchli kadr bo'lsa ham olmaydi. Ularga o'zlariga o'xshaganroq xarakterli odam yoqadi. Xarakteri yomon degani ham emas bu. Balki qayta ishlashingiz kerak bo'lgan joylar bordir, odamlar bilan kirishish. Lekin ba'zi paytda hamma yo'g'i joyida bo'lsa ham ba'zi kompaniyalar olmaydi. Yoki o'ziga tanish qoladi masalan, shuni olgisi kelib qoladi. Bu yomon degani emas. Masalan, bizning kompaniyaga yaqinda 6 ta odamdan intervyu oldik. Ulardan bizga 4 tasi ma'qul keldi. Lekin biz bittasini olishimiz kerak edi. 4tasi ham ma'qul. Ularni 3 tasiga отказ berishga majbur bo'ldik. Bu degani 3 tasi to'g'ri kelmadi, bilim yetmadi emas. Bizga hammasi yoqdi. Eng ko'proq yoqqani baribir bo'ladi-ku, tanlaysiz. Eng ko'proq ma'qul kelgani yoki bizning loyihaga o'xshaganroq loyihada ishlagan ekan, bizga tezroq komandaga moslashib ketish ma'nosida, demak, shuni olishga majbur bo'ldik. Shuning uchun motivatsiyalaringizni so'ndirmanglar, tinmasdan harakat qilinglar. Ish topguncha prosta ish qidirib yurmanglar. Loyiha ustida ishlash kerak. Tinmasdan kod yozish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum bo'lajak senior assurchilar, hammalaringni tabriklayman. Mana shu bugungi bitiruvgacha yetib kelganligim bilan guruhlar boshlanganda ko'p edi ancha, to'g'rimi? Hozir mana balki yarimlaringdan ham yo'q. Ya'ni sizlar muvaffaqiyatli, qaysidir ma'noda omadli insonsizlar. Ya'ni guruhlarni haydalab ketgan yoki o'z xohish bilan ketganlarida sizlardan kuchlilar ham bo'lishi mumkin edi. Bu ham bir omad va sabr, bardosh. Gap qisqa qilaman, sizlarga maslahat o'zimdan o'tgan bitta. Hozir hamma ishga joylashdi yoki endi kiradiganlar bor. Ishga kirganligidan keyin baribir hammani o'zini xayolida o'zi uchun ishni qanaqa tashkil etish haqidagi tushunchasi bo'ladi. Va shu tushuncha orqali ishini tashkillashga harakat qiladi. Lekin u kompaniyadagi ishni boshqarish, tashkillash boshqacha bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda siz o'zingiznikini qilishga harakat qilishingizni unchalik tavsiya qilmayman. Siz kompaniyaga ishga kirdingizmi, kompaniyaga moslashga harakat qiling. Ya'ni siz endi ishga kirgan paytingiz kompaniya uchun siz hali o'zingiz ko'rsatmagansiz. Ularning nazarida hali haligi yo'qli odamsizda. Boshlanish hamma baribir sinov muddatida kiradi. Shuning uchun o'sha vaqtda iloji boricha kompaniyani ish tizimiga moslashib, ular aytganini qilib, ular aytgandek ishlang. Keyinchalik o'zingizning fikrlaringiz ham hatto ahamiyatga ega bo'lishni boshlaydi. O'sha paytda o'z takliflaringizni berib, balki ish tizimini o'zgartirsangiz bo'ladi. Ko'pchilikda bo'ladi bu. O'ziga yoqmaydi, sразу chiqib ketib borishingiz keladi yoki kelishmovchilik paydo bo'lib qoladi. Iloji boricha shu joyga kirdingizmi, shu joyga moslashib, shu joydan maksimal darajada manfaatni olib chiqib ketishga harakat qilish kerak ekan. Men o'zimdan shunaqa bo'lgan, ko'p ish almashtirganman, yoqmay qolgan. Men hayolimdagi ish tashkil qilish bilan batdagi boshqacha bo'lgan. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Keyinchalik kompaniyaning ishiga, tizimiga moslashib, o'rganib, keyin o'zimning tavsiyalarimni, fikrlarimni aytsam, qabul qilib, keyin tizimni o'zgartirishga harakat qilishgan ular. Ya'ni meni ham fikrimni inovatga olishni boshlashgan. Lekin birinchi ishga kirgan paytingizda hech kim sizni gapingizga qaragisi kelmaydi, oddiy misol. Sizda oldingizga birinchi bo'lib begona odam kelib nima maslahat bersa, qabul qilgisi kelmaydi, uni tanimagunizcha. Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Shuning uchun maslahatim ishga kirganingizdan keyin ana shu kompaniyani ishlash tizimiga moslashib, gaplariga kirib ishlatsalaring, keyinchalik bemalol o'zingizning fikrlaringizni ham hatto muhim ahamiyatga ega bo'ladigan bu chiqarasizlar. Hammaga rahmat, omad.